Shoshilinch xabar. San'atkor Botir Qodirov haqida jiddiy ma'lumot e'lon qilindi. Botir Qodirov qamaladimi? Shoir Shamsiddin To'rayev xonanda Botir Qodirov ustidan tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan she'rlarni qo'shiq qilgani uchun Adliya vazirligiga shikoyat qildi. Bu haqida Adliya vazirligi Intellektual mulk departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan Shamsiddin Saidov taxallusi bilan tanilgan shoir Shamsiddin To'rayevning murojaati asosida Davlatning borida omonat va Tingla do'stim nomli she'rlari xonanda Botir Qodirov tomonidan huquq egasi ruxsatsiz hamda tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan foydalanilgani aniqlangan. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 117-1 moddasi mualliflik huquqini va turdosh huquqlarini buzish bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1 moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida, ya'ni 1,875,000 so'm jarima jazosi tayinlangan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 65-moddasiga asosan mualliflik yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan zarar qoplashi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 1000 baravarigacha miqdorda to'lanishi lozim bo'lgan tovonni to'lashni talab qilishga haqli hisoblanadi.